Uzun HTML dərsligi 20-ci qism HTML asas bilimlərdən xülasə. Əmdə aldınqı 19 qism dərsigimizdə HTML-ninki ən asas bilimlərdən xəbərdar ötdük. Bu dərsigimizdə asas məzmun birisi HTML kod tizləş qo'llanmasındakı şu ko'p qism kodlarni bir qur ko'rib chiqamiz. Andan keyin rang nomlari tizimligini bir qur ko'rib chiqamiz. Kod tizimlikka qaraydigan bo'lsak, bu HTML-ninki asosiy hujjati. Buningki xiyot rayini, body rayini. Mush ikki qismdan tarkib topgan bo'ladi. Andan keyin text elementi. Text elementni ishlatgan vaqtimizda biz bu abzas xat kuchi, ya'ni p xat kuchi, andan keyin br qurtashlash, hr tuz siziq hosil qilish degandek mashlarni o'rgandik. Andan keyin bu logikalik style, ya'ni logikalik uslub. Buningda biz im xat kuchi, andan keyin strong tom xat kuchi, kod adati ko'z xat kuchi degan shu 3 xat kuchni o'rgandik. Andan keyin fizikalik uslub deganda bu b hamda tom ko'z tush. Andan keyin ay xatni yon to'p ko'z tush xat kuchi. Andan keyin ulanish, andan keyin rasm elementlari qatorliqlarni o'rgandik. Buningdimi bu asos kod qismida bu harf orqali miyada bu xarakter orqali bu nishon torbat adresini miyaga bu xat kuchninki mazmunni kirgizib holatda ishlatdik. Ham buning ichida yana bu rasmni buningki mazmunni pishiltish, andan keyin bu elxat adresiga ulindigan holatda mail to qo'shcheket, andan keyin email adresi holatdagi ishlatish usulim bor. Andan keyin bu URL tizimlik. Bu tizimlikni orasida biz bu URL tizimlik, OL tizimlik, DL tizimlik deb biz buni bu o'xshamagan holatda mana oldida tom chekit ko'rinadigan, manada 1 2 3 4 5 oldida deb mushta tartib qimmat ko'rinadigan. Manada buning ham izohat belgidan bo'lgan holatdagi mushta 3 xil tizimlikni o'rganib o'tdik. Andan keyin bu table jadvali. Buningda table orqali bordir buningki bu qirninki qimmatni 1 kelgan ifodalaydi. Andan keyin tr, andan keyin buningki td. Vallahi o'rgandik. Andan keyin bu frames, frame set holatdagi xat kuchni o'rgandik. Bu orqali shu bet yuzda boshqa torbatlarni bulamdi yoki boshqa hujjatlarni bulamdi. Mush bir betning ichida ko'z tanlaymiz. Andan keyin forms, jadval uchun xat kuchi. Buning ichiga biz input, ya'ni bu kirgizgich qimmat orqali o'xshamagan kirgizgichlar, masalan bu yerda tekis, bu parol kirgizish, andan keyin checkbox deydi, bu ko'p tanlash, radio deydi, taxtallash, submit deydi, bu knopka, rest deydi, bu uchurlarni asli qaytirish, andan keyin select deymiz, bu tanlash tizimligi, andan keyin text area deganimiz, bu text kirgizish ramkasi, ya'ni cho'ng text ramkasi degandek. Andan keyin bu ifoda belgisini o'rgandik. Masalan, yolg'on tirnoqniki yoki bu kichik belgisiniki holatda ifodalanganini, cho'nglik belgisiniki bu ifoda orqali ifodalangan, anki copyright, ya'ni nashr huquqiniki bu holatda ifodalanganligini o'rganib o'tdik. Anki boshqa elementlar deganda boshqa elementlarni o'rganib o'tdik. Endi ikkinchi mazmun nima deganda rang nomlar tizimligi. Rang nomlar tizimligi deganda endi bu rangning ismi 16 sistem bo'yicha ifodalanishi, andan keyin rang qatorliq miyada biz bu 216 xil bexatar rang deb qaragan ranglarninki tizimlik emasini qildik. Hujjat shu darslik bilan birga shu o'rganuvchilarga ta'minlandi. Shuningdan bevosita foydalanib, rang qimmatlarini ishlatishga bo'ldi.